Assalomu alaykum vatandoshlar, yaxshimisizlar? Hozirgi kunlarda mana shu tunukani juda yaxshi holatda deyishyapti. Kraskалari o'chmaydi, matviy. Endi qaysi rangi bo'lsa ham matviy shunaqa o'dir-bo'dir bo'ladi, usti ham berniy bo'lib, shunaqa chiroyli holatda chiqyapti. Kraskasi ham muddat uzoqqa yetib beryapti. Mana ko'ryapsizlar, chiroyli holatda chiqqan. Bu mokriy holatdagi kraskamiz tunukalari mana. O'zi aslida chiroyli holatda qilingan navesimiz konteyner profillaridan bo'lyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ustunovkasi xizmatlari ichida kvadrati 190 ming 200 mingdan chiqyapti mana shu holatlari. Fermani oraliqlari mana bu yer holatda tashlayapmizki, oldida kazirolarni ko'ryapsizlar, 160 dan bo'lyapti. Rekani oralig'i esa 70 santimetrdan tushyapti. Uyasi xonadon qilgizayotgan inson bizga tunukasini olib beryapti. Mana shu holatda chiroyli bir holat